Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida milliy madaniyat va boy folklor merosini asrab-avaylash va uni xalqaro miqyosda keng targ'ib etishga qaratilgan Boysun bahori xalqaro folklor festivali davom etmoqda va bugun mazkur festivalning ikkinchi kuni. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan mazkur festival hududning o'ziga xos urf-odatlari, milliy qadriyat va an'analarni keng namoyish etishga qaratilgan. Mazkur festivalda nafaqat respublikamiz hududlari, balki xorijiy davlatlardan ham tashrif buyurgan xalqaro folklor jamoalari ishtirok etmoqda. Hozir esa mening yonimda Boychechak bolalar etnografik folklor ansambli jamoasi va ularning badiiy rahbari Abdunabi Qodirov o'tiribdilar. Ular esa bizga qadimiy cholg'u asboblaridan biri bo'lgan shpulak haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchilar. Bu cholg'u asbobi milliy cholg'u asbob hisoblanadi. Bu loydan yasalgan. Bizda Boysun tumanimizda Kulollar mahallasi bor. O'sha mahallada kulollar, shpulak, ko'za, sapolnay, har xil loydan yasaladigan anjomlarni yasaydilar. Bu nafaqat bizda respublikamizda, xorij mamlakatlarda, muzeylarda ham bu shpulakning o'z o'rni bor. Men bugun sizlarda o'zimizni qadimiy navolardan do'st bo'lamiz degan navoni birgalikda shogirdlarim bilan jonli ijroda chalib beraman. Ta'zim sizga ilmga, assalom ona yurtim, O'zbekistonim elim. Barkeng bu osmondan, ta'zim sizga Surxondan, Yaqu, aylansin yor, aylansin, tog'lar qorga belansin. Aylansin yor, aylansin, tog'lar qorga belansin. Boylarimiz boysin, tog' cho'qqisiga ulansin. Ayting axir yoronlar, yor yorone. Ayting axir yoronlar, yor yorone. Yurtimizda qoida, yor